Koreyadagilar, agar siz maragingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, yaxshi ko'rib 5 ga 6 ga olaman deydigan bo'lsangiz, Koreyada biznes o'qimoqchi bo'lgan studentlar ekran ishoninglar, meni oldimda hozir Naval kitob bor. Voy xudoyim. Yara bo'lman tanimaganlarga o'zim haqida ozgina aytib ketaman. Meni ismim Mohinur. Hozirgi kunda Janubiy Koreyada 4-kurs talabasiman va Koreyaga birinchi marta kirib kelganimda til kursida o'qiganman. Orqada ko'rib turganingiz, bu men til kursimmi, diplommi. O'shaning uchun men koreys tilida chet tillarga dars o'tishni, koreys tiliga dars o'tishni hammasini yo'lini bilaman. Va menda уже 3 yillik tajriba bor. Hozirgi kunda o'zimni onlayn maktabim Mohi School onlayn formatda o'quvchilarga koreys tilidan dars beraman. Demak, boshlaymiz yorabun. Koreys tilini noldan o'qimoqchi bo'lsanglar, noldan eng oson sodda tilda tushuntirilgan kitob bu Sejong kitobi. Sejong kitobda hamma narsa oson, so'zlari ham oz, grammatikasi ham oz. Nima deydi? Juda ham yosh bola tilida tushuntirilgan. Bu kitob ham yaxshi. Keyingi kitob bu Vitamin Hangugo. Vitamin Hangugo ko'rayotgan bo'lsanglar, Vitamin Hangugo birinchisi bor, ikkinchisi bor, keyin boshqa nimalari ham bor. Bu ham boshlang'ich, o'rta daraja, yuqori daraja har xil bo'ladi. Vitamin Hangugo kitobi haqida aytib beradigan bo'lsam, Vitamin Hangugoni juda ham yaxshi tarafi grammatikal ingliz tilida tushuntirilgan, yaxshi zo'r tushuntirilgan. Undan tashqari Vitamin Hangugoda men sizlarga aytadigan bo'lsam, so'zlarni ham terib bergan ingliz tilida. Ingliz tilini tushunadigan studentlar bo'lsa, juda ham o'qish uchun oson kitob hisoblanadi. Har bitta mavzuda mana ditkisi alohida beriladi, ilkisi alohida beriladi. Вообще zo'r kitobda. So'zlarni shunaqa krasniy qilib, bo'yab, chiroyli qilib tushuntirilgan kitob hisoblanadi. Men sizlarga bu kitobning bitta plus tarafini aytaman. O'zim onlayn maktabimda ishlataman bu kitobni. Bu kitobning bitta plus tarafi, men bitini ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'ryaptimi? Men buni yana nima qilib ketaman? Bu kitob o'zimiz universitetdagi professorlar yozishgan. Juda ham ko'p sotilgan kitob hisoblanadi. Kelinglar, men sizlarga o'rtacha darajadagi o'quvchilar uchun kitoblarni maslahat beraman. O'zim o'rtacha daraja uchun men sizlarga kitoblar maslahat bermoqchiman. Men o'zim juda ham ko'p kitob o'qiganman. Koreys tilida Seoulda Hangugolarni ham o'qiganman-da. Seoulda Hangugo ham yaxshi kitob yorabun. Ko'pchilik ishlatadi va ko'p universitetlarda Seoulda Hangugodan dars o'tiladi. Tak. O'rtacha darajadan koreys tilida o'qiyotganda o'zi o'qiganingizni ozgina tushunadigan bo'lishingiz kerak. Eshitganda ham oddiy oson narsalar emas, ozgina o'rtacha darajadagi narsalarni tushunishingiz kerak. O'shaning uchun men sizlarga zo'r kitoblarni ko'rsataman. Birinchisi Munaga Innen Hangugo Ilki degan kitob, uchinchisi bu как раз o'rta darajaga tushadigan kitob. Bu kitob ichini ko'radigan bo'lsangiz, bu kitobda sizga faqat ilki beriladi. O'qishingizni rivojlantiradigan kitob hisoblanadi. Har xil mavzular, koreyskiy mavzular va shu har xil mavzularga oid mana bunaqa ilki beriladi. O'qish. Buni juda ham zo'r tarafi o'qishingizni, ilkingizni oshirib olsangiz bo'ladi-da. Har bitta o'qishingizdan keyin sizga savollar beradi. Savollarga javob berasiz, yozasiz. Bu sizni sigingizni ham oshirib bergan juda ham zo'r kitob. Agar buni biladigan bo'lsanglar, buni men bitida shtrix kodi bor. Bu shtrix kodidan даже men bu yozganlarni eshitib, ditkingizni ham oshirib olsangiz bo'ladi. Biz sigida qiynaladiganlar bor-da. Shu sigida qiynalmasligingiz uchun men sizlarga zo'r kitob ko'rsataman. Men bu kitob. Chungupki o'rta darajadan boshlashinglar bo'ladi. Bu kitob zo'r kitob. Chunki bu kitobda siz nima qilasiz? Bitta mavzu beriladi. Mavzu. Undan keyin bu mavzuga oid so'zlar chiqadi. So'zlar chiqqandan keyin har xil tekstlar chiqadi. Bu tekstdan o'qib siz yozma ravishda javob berishingiz kerak. Bu kitobning yana bitta yaxshi tarafi, bu kitob oddiy sizga kursbook deydi buni ingliz tilida. Mana bu workbook ham bor. Workbook unaqa ko'rinishda bo'ladi. Workbook ichini ochadigan bo'lsa, Wongoji deydi koreys tilida. Yozadigan strokalari bo'ladi. Shunga siz sigin yozib mashq qilsangiz bo'ladi. Juda ham zo'r kitob, buni ham rekomenduyorum. O'rta darajadagi grammatikalar qiyin deb aytadigan studentlarimiz uchun ekranga qarab kelinglar.
Men sizlarga Easy Hangugonni tavsiya qilmoqchiman. Easy Hangugon juda ham ko'pchilik studentlarimiz bilishadi. Juda ham mashhur kitob. Bu kitob ichida siz ilki, sigirditki hammasini ko'rsangiz bo'ladi. Ichini ko'rsangiz shunday kichkina kitobchasi bo'ladi. Bu kitobchasining ichida sizga grammatikalarni va yangi so'zlarni ingliz tilida, yapon tilida tushuntirib qo'yilgan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana sizlarga yaqinroqdan ozgina ko'rsataman obzor qilib. Juda ham yaxshi kitob. Bo'ladi-yu, studentlar o'rta darajani bitirib oladi, katta etapga o'tayotganda ozgina qiynaladigan studentlar bo'ladi. Men o'zimni tajribamdan ko'rganman shunaqa studentlarni. Shuning uchun o'rta darajani o'qib, katta, ya'ni advanced level deydi ingliz tilida, ko'gib deydi koreys tilida, o'tmoqchi bo'lgan studentlarga o'rtada bitta kitob o'qishingizni maslahat bergan bo'lardim. Chunki juda ham yaxshi kitob va siz yana ham mustahkamlab olasiz grammatikalaringizni. Bu mana bu kitob. Songkyun Hangugo. Juda ham yaxshi kitob, aynan 5-inchisi. 5-inchisi yorabon. Juda ham yaxshi kitob, ko'rayotgan bo'lsanglar, shunaqa qalin bo'ladi bu kitob. Ko'rinyaptimi? Qalin bo'ladi. Juda ham ko'p narsa bor chunki ichida. Men nimaga bu kitob sizlarga zo'r deyapman? Chunki bunda maragilargacha bor-da, yorabon. Ya'ni gapiradigan nimalaringizgacha bo'ladi, gaplashadigan. Savollar beradi, har xil savollar. Yangi so'zlar. Даже men bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, gazetalar, jurnallar ham buning ichida berilgan. Bu degani topik 5-6 gapga tayyorlanadigan o'sha narsa materiallarni hamma shu kitobdan topsangiz bo'ladi. Bu ham yaxshi kitob, rekomenduyorum buni. Koreyada biznes o'qimoqchi bo'lgan studentlar ekranga yaqinroq kelinglar. Men sizlarga top 3 ta kitobni tayyorlab qo'ydim. Business Hangugo. 3 ta kitob bitta ko'rsatib o'taman. Business Hangugo bu kitob, buni o'rta darajadan o'qisangiz bo'ladi, qiyin emas. Endi xuddi shu, bu ham Sejongki ko'rayotgan bo'lsanglar. Ikkinchisi mana bu Business Hangugo, uchinchisi. Buni ham o'rta darajadan ozgina yuqorilab o'qisa bo'ladi, topik 4 gapi borlar o'qisa bo'ladi. Bu unchalik qiyin emas-da bu ikkitasi. Men buni o'rta darajada o'qisa bo'ladi. Buni ichida biznesda ishlatadigan mitinglar bo'ladimi, yig'ilishlar bo'ladimi, dokumentlar bo'ladimi, hammasini koreys tilida tiniq qilib tushuntirib berilgan. Eksport nima, import nima, hammasi shuni ichida bor. Bu kitob yana bitta plus tarafi, buni ichida grammatikasi ham bor, maragisi ham bor, sigisi ham bor. Ilkisi ham bor. Sigisi bor joyda siz o'ylab yozishingiz kerak va biznes nuqtai nazaridan o'zingizni biznesingizni yozing degan joylari ham bor, biznes g'oyalaringizni yozing deydigan joylari ham bor. Juda ham zo'r kitob. Koreyada biznes sohasida o'qimoqchi bo'lsangiz, ilida biznes qilmoqchi bo'lsangiz, prosta oddiy koreys tili bilan siz biznes qila olmaysiz. Biznes qilish uchun biznes koreys tilini o'rganishingiz kerak, ya'ni har xil so'zlarni o'rganishingiz kerak biznes bilan bog'liq. Mana misol uchun o'rganganman o'zimning sohamda biznes o'qiyotganda. Boshida bilmaganman koreys tilini. Topikingiz 1000 yuqori 6 gap bo'lsa ham. O'shani oldini olish uchun men sizlarga mana bu kitobni tavsiya qilmoqchiman. Bu kitob ichida biznesga oid har xil so'zlar bor-da. Ishoninglar, har xil so'zlar bor. Men ham buni o'rganganman, hammasini o'rganganman. Yorabon ko'ryapsizlarmi? Biznesga oid so'zlar. Undan tashqari mana men hammasini chizib yodlaganman biznesga oid so'zlarni, chunki meni soham biznes Koreyada. So'zlardan keyin sizga har xil nimalar beriladi. Joy beriladi yozish uchun, zametka qilish uchun o'sha so'zlarni. Juda ham zo'r kitob, Koreyada biznes qilmoqchi bo'lganlar uchun 100% rekomendatsiya beraman. Agar siz 5 gap, 6 gap olaman deydigan bo'lsangiz, albatta siz koreys maqollalarini bilishingiz kerak. Men sizga bitta kitob tavsiya qilmoqchiman. Tadam! Soktam, koreys tilidagi hamma soktamlar shuning ichida bor va har bitta harfga juda ham ko'p maqolani berishgan. Shu kitob juda ham zo'r kitob, o'zim ham o'qiganman topikka tayyorlangan vaqtlarimda. Ko'ryapsizlarmi? Krasishni qilib chiroyli qilib bergan, juda ham tushunarli. Shu kitobni men tavsiya qilgan bo'lardim. Yorabon, men sizga bonus narsa aytib ketmoqchiman. Bu nima deydigan bo'lsanglar, maragini oshirish uchun kitob hisoblanadi. Tadam! Chorinmanhu. Bu kinoni ko'rmaganlar bo'lmasa kerak, juda ham zo'r kino. Vot kitob ichi. Ko'ryapsizlarmi, har bitta epizodi bor.
Koreadagilar, agar siz maragingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, yaxshi ko'radigan kinoyingiz bor-ku, serialingiz bor-ku, o'shani ssenariy tariqasida yozilgan kitoblari bo'ladi. Hozirgi men ko'rsatgan kitobim, men bu Chorin Wang-hu, men juda ham yaxshi ko'rib ko'rgan kinoyim hisoblangani uchun olganman. Buni ichidan siz bilmagan so'zlaringizni, elida har bitta gapiradi-ku, kinoni ko'rayotganingizda gapiradi, bundan ko'rsangiz bo'ladi. Nima deyotgani hammasi men bitta yozilgan. Shundan yodlasangiz koreys tilingiz zo'r oshadi. Bugungi video shu yergacha. Men sizlarga bugun 3 ta kategoriyali kitoblarni tushuntirdim. Grammatika, biznes koreys tili va gapirishni oshiradigan koreys tili. Rabun, agar siz topik mavzusi va topikka bog'liq bo'lgan kitoblar qiziqtirsa, kommentariyada topik deb yozib qoldiring. Keyingi videolarda men sizlarga topikka bog'liq kitoblarni obzor qilib beraman. Shu yergacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Iltimos, meni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.